Assalomu alaykum. Bizlarning YouTube'da kuzatib boradigan obunachilar. Xo'p, mana bitta yana ajoyib fasonimizni juda ham ajoyib holatda qilib berdik. Ko'rib baho beringlar. Oxirigacha kuzatamiz. Bu yerda qanaqayni tunga ketgan, qanaqayni yechimlar burchaklarga juda ham ajoyib holatda yechimlar ketgan. Videoni ko'rib baho beringlar, qanaqayni chiqib ketgan. Agar shunaqayni sifatli tunkafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Juda ham ajoyib, chiroyli holatda qilib beramiz. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Juda ham ajoyib nimalar o'tadi. Bu yerda burchaklari qanaqayni yechim qilingan, bu yerda detallarni joylashuvi qanaqa bo'lgan, hamma yoq haqida gapirib o'tib ketamiz. Kuzatishda davom etinglar. Xo'p, mana eng asosiy birinchi bo'lib baho beradigan joyimiz mana shu joyi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu narsa shunaqa to'g'ri o'tib ketib, mana bu to'rtburchak detallar mana shu yerga tushishi kerak edi, lekin mana bu liniyalarni qo'ygandan keyin juda ham qisqa joy qolgan hisobiga mana bu yoqda qancha zo'r qolgan bo'lsa, shuncha joyga qo'yib, mana shuni ichiga butun detal qo'yib, mana shunaqayni yechim qildik. Juda ham ajoyib va chiroyli holatda chiqqan ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yoqlarda ham burchaklari hamma yog'i lampochkalarni qo'yib berganmiz. Va mana bu yoqda hozir e'tibor qilinadigan joyi yana mana bu yoqda. Mana shu devorimiz 38 sm chiqqani hisobiga mana bu delan bunaqancha burib bo'lmaydi, xunuk bo'lib qoladi. Shunga ham ajoyib однотонный qilib mana shunaqayni detallarni qo'yib yopib berganmiz. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Mana bu yoqlarni ko'rishlaringiz mumkin, holatda juda ham idealni keltirilgan. Mana bu e'tibor qilinadigan yana bitta bu yoqdagi narsamiz tunkafonimizga mana bu detallarni joylashuvi. Mana bunaqanisiga ham bir xilda razmeri, mana bu ignaga ham bir xilda razmer. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mana bu yog'i, mana bu yoqdagi detallar hamma yog'i bir xil qilib tushirilgan. Mana bu yoqda ham ko'sak yo'q, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yoqlarda ham hech joyda ko'sak tushmagan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Qatorlari bir xil. Bunaqangi qatorlar mana bu yoqdan kelib uchrash joyi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yoqdan kelib, mana deylamiz kelib mana bu yoqdan burilib, bu yoqqa qarab ketyapti. Mana bu kattalarimiz. Mana bu detallarimiz bir xilda mana o'tib ketadi. Ko'rishlaringiz mumkin mana liniyaga. Mana bu yoqdan kelib, yana buni yarmi bu yoqqa o'tib qolmagan. E'tibor qilishlaringiz qanaqa ajoyib holatda keltirilgan. Mana oxirigacha shuni bir xilda mana bu yoqda ham hech qanaqa ko'sak qoldirilmagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yoqlarda mana burchaklar. Mana bu yoqdan mana ko'rishlaringiz mumkin. Liniyalar bir xil, ko'sak yo'q. Hamma yog'i bir xilda qilib tushirilgan. Juda ham hafsala bilan keltirilgan. Erinmasdan bu yoqqa yasalishdi ham shunaqa butun hollar bilan hamma yog'i oq. Bu yerda ishlatgan tunkamiz oq rossiyskiy 0.45 dan ishlatildi. Mana shu yerda umumiy hisobda mana shu yerda ketyapti, qarang. Nima bu qoshlardan tashqari mana bir regelni olsak, mana shu devorni qirrasi, mana bu regelni qo'shmaganda mana bu yog'i qosh 9 metr, bu yog'i 10.68, mana bu yog'i 3.30, bu yog'i 6.26, 6, mana bu yog'i 16.87 umumiy hisobdan shag'a. Umumiy yana shu yerda maydonni kvadrati bo'lyapti 133.19. Bu yoqda ketgan kvadratimiz mana shu regeldan tashqari ketgan kvadratimiz 208.41 kvadrat ketyapti ana shu yoqda. Xo'p, shunda 1.56 rasxod bo'ladi. Bu degani 100 kvadrat tekis joyingizga 156 kvadrat tunka ketadi degani bu. Agarda mana bu regellari bilan qo'shsak, o'shanda 30 sm qo'shiladi, 6.30, mana bu yog'i 9.30 ga chiqadi shunda. O'shanda agar regellari bilan qo'shadigan bo'lsak, 138.55 kvadrat joyda o'zi ketadigan rasxodi 221.41 ketyapti tunkamizni kvadrati. Shunda ham rasxodi kam, ham hozirgi vaqtda urfda zamonaviy bo'lib turibdi.
ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib holda, hamma yog'i bir xilda tushirilgan. Umumiy hisobda agar mana bu qoshlari bilan hisoblaydigan bo'lsak, 248 kvadratga ketgan mana shu qoshimiz. Mana bu yoqda naryoqlarni qilmaganmiz. Mana buni qoshlari, mana bu regel, mana shu ayvon ichi qilingan ishimiz, tashqarida ish qilmaganmiz, faqat mana shu yoqda bo'lgan. Ana shunda umumiy hisobda 248 kvadrat rasxod. Ana shu yerga tunkamiz ketgan tunkani kvadrati bu. Xo'p, kommentariylarda yozinglar qanaqa yana haqiqatdan shuncha ketadimi yo'qmi, boshqa qilgan islokalar ham yozinglar. Bizda ana shuncha ketdi. Mana shu yerda realniy rasxodi, mana shu yerdagi regelni qo'shmaganda 1.56 rasxod bo'lyapti bu. 1.7 ga doim odatda 1.7 ga urilardi bu yerda rasxodlari. Qayerga borganda ham o'sha grubiy uriladi rasxodi. Shunaqa yana 1.7 dan sal kamroq, fasonga qarab ziyodroq. Lekin mana shu hozirgi vaqtda urfda bo'lib turgan mana shu fasonimiz juda ham rasxodi kam. Shunaqa yana holatda chiqdi. Ko'rib baho berasizlar, kommentariyalarda yozinglar. Qanaqa yana chiqibdi. Agarda ana shu fasonimizni 0.35 dan qilinadigan bo'lsa, 1 kvadrat metrini 160 mingdan qilib beramiz. Chunki bunda ishi, mehnati juda ham ko'p. Oddiy shaxmat fasoniga nisbatan shuni hisobiga u fasondan ko'ra mehnat ko'pligini hisobiga sal qimmatroq chiqadi. Lekin ajoyib va ko'rkam, juda ham oppoq, hozirgi vaqtda urf bo'lib turgan narsa bo'lib chiqadi. Nima deysizlar? Kommentariyalarda yozinglar. Arziydimi shunga? Shu kvadratimiz. Bu yoqda rossiyskiy 0.45 ishlatilgan. Unda juda ham qimmatroq chiqadi. Bu taxminan 200 ming atrofida chiqadi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa sifatli mikrofon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Shunaqa ajoyib, chiroyli, sifatli qilib beramiz. Ishlarimiz kafolatlangan. 10 yillik tajribaga, qariyb 10 yillik tajribaga ega ustalar o'yingizni shunaqa chiroyli holatda keltirib beradi. Sizdan faqat ishonch, bizdan mana shunaqa sifatli ishlarni qilib berish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozinglar. Qanaqa chiqqanligi haqida layklar bilan qo'llab-quvvatlanglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lmasanglar bunaqa qiziq, shunaqa videolarni o'tkazib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.